Assalomu alaykum aziz o'quvchim, mani kanalimga xush kelibsiz. Modellashtirib tayyor qilib olgan andozalarimni matoga qo'yib dvoykani bichib oldim. Endi tikishni boshlayman. Ko'ynakni oldi va orqasini mana shunaqa qilib, mana chiroyli qilib qo'l chokida tikib oldim. Ko'rdinglar? Undan keyin xuddi shu qo'l chogida tikkan chokimni ustidan mashinada tikib chiqdim. Endi overlock qilib dazmol bosaman. Oldi va orqani tikib overlock qilib dazmol bosib olganimdan keyin yelkani tikib oldim. Endi bokovoyni tikaman. Ko'ynakni bokovoyni tikib overlock qilib dazmol bosib oldim. Endi yengni bilagiga manjetni, bo'yinga ribanani tikib olaman. Ko'rib turganingizdek, blanka, manjet va ribanani tikib oldim. Ko'ylakni bo'yniga ribanani tikib bo'lganimdan keyin chevarni bo'yin yostig'iga ko'ylakni bo'ynini kiyg'azib, parli dazmolda mana shunaqa qilib dazmol bosaman. Shunda ribana bo'yinga yotib chiroyli bo'lib chiqadi. Ko'rib turganingizdek, ko'ylakni tikib bo'ldim. Aziz o'quvchim, mana chevarchilik sirlari kitobim bilan choq haqqi ichida bo'lgan tayyor andozalarim sotiladi. Kitob va andozalar komplekti Toshkentda Ipodrom bozorida sotuvda bor. Agar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, videoni ostida telefon raqamlarim bor. Qo'ng'iroq qilib yoki Telegramda yozib ma'lumot olsangiz bo'ladi. Lozimmi? Ikkita oyog'ini tikib, overlock qilib dazmol bosib oldim. Endi og'ini tikaman. Lozimmi? Og'ini tikib oldim. Keyin tepapasini pastelni shov qilib tikib oldim. Endi beliga rezinka o'tqazaman. Lozimmi beliga rezinka o'tqazib tayyor qilib oldim. Shunday qilib 3 ta razmerga to'g'ri keladigan dvoykani tikib bo'ldim. Darsim yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozib ketinglar.